Shayxontohur tumani Jarariqdan 9 etajga yana 3-etajda 4 xona, 5 xona qilingan xonadonimizda umumiy 100 kvadrat metrdan iborat. Remontlari juda ham yaxshi holatda, bemalol ikkita oila kelib yashasa bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari qilingan, xonalari issiq, atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200 metr masofada joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan xonadonimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Uyimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam. Kirib kelganimizda katta koridorimiz joylashgan bo'ladi. Xonalarimiz ketma-ket. Sizlarga birinchi xonadan tushuntirib beradigan bo'lsam, detskiy spalnimiz o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Yonginasida bu tarafimizda vanna, bu yog'imizda spalnimiz joylashgan bo'ladi. Endi sizlarga ketgan xonalarni nima qilib ko'rsatib beradigan bo'lsam, yonginasida zalimiz joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Orqasini balkon qilib qo'yilgan okalar. Yog'imizda akvariumlarni qo'yib qo'yishgan, hamma sharoitlari juda ham zo'r. Yonginasida okalar bitta ko'rib o'tinglar, sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Endi bu yog'imizda oshxonamiz bo'ladi okalar. Bu yog'imizda qushlarimizni boqishayotgan ekan. Bu yog'imizga bemalol ovqatlanadigan joy qilib qo'ysanglar, oshxonamizda balkonimizga chiqqan ekan okalar. Bu tarafida o'tiradigan joylari, tapchanli zonalarni qilib qo'yilgan. Endi sizlarga bitta yana xonamizni ko'rsatib o'taman. Ura detskiyimiz bo'ladi. Okalar o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Detskiyimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. O'zini balkon qismi bilan birga. Balkoni ham juda ham katta emas, normal bemalol kiyim-kechaklarni sklad qilib qo'ysanglar juda ham ajoyib bo'ladi. Uyimizni podyezdida okalar 15-20 qopgacha kladovka qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan uyimizni sizlarga $100 ming ga beramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan. Uylarimiz issiq, hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan okalar. Ba'zi bir mebel texnikalarimizni kelishilgan holda qoldirib ketamiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.